Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum. Hürmetli televizyon görüşler. İstiklal Gündüzlük haberler programımızı görüşünlerini kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yalqun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibinde bulup atkan en muhim haberlerini huzuruna sunuşturuşumuz. Qanamızda diqqatinglar ekranımızı bolsun. Xitoy Rossiyaning tajovuzchilik harakatini to'g'ri tushunganligini bildirdi. Xitoy bilan Rossiya tashqi ishlar ministrlari telefon suhbati qilgan bo'lib, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi Rossiyaning bexatarlik masalasidagi andisini tushunganligini bildirgan. Reuters agentligining xabarida bildirilishicha, Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi 24 fevral Rossiya tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov bilan telefon suhbati qilgan. Wang Yi suhbatda Xitoyning azaldan barliq davlatlarning egilik huquqi va zamin butunligiga hurmat qilib kelganligi, shuning bilan birga Ukraina masalasining murakkab va alohida tarixiy masala ekanligi, shunglashqa Rossiyaning bexatarlik masalasidagi andisini tushunganligi haqida jar solgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligining organ tori Wang Yining so'zini naql keltirib xabar qilishicha, Wang Yi Xitoyning so'g'uq munosabatlar urushi tafakkuridan butunlay voz kechishni, oxirida suhbat orqali vaziyatni tangshab, unumli holda Yevropa bexatarlik mexanizmi shakllantirishni tashabbus qiladiganligini da'vo qilgan. Xitoy tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Hua Chunyingmi muxbirlarni kutib olish yig'inida muxbirning Xitoy taraf Rossiyani Ukrainaga tajovuz qilib kirdi deb qaramdi degan savoliga duch kelgan bo'lib, u javobida Amerika davomli Ukrainaga qurol setib berib, urush vaziyatini kuchaytirmoqda. O'tqi benzin chechib bo'lib, boshqalarni ayiblash axloqsizlik deb javob berish orqali o'zining Rossiya tarafda ekanligini bildirdi. Xitoy bayonotchisi Sharq Turkiston haqidagi keskin savolga duch keldi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining 24 fevraldagi muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoy bayonotchisi Hua Chunying muxbirning Rossiya-Ukraina urushini Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikqa bog'lab so'ragan keskin savoliga duch keldi. Xitoy tashqi ishlar ministrligining tunugungi kundalik muxbirlarni kutib olish yig'inida Fransiya xabar agentligi muxbiri Xitoyning Sharq Turkistonda irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, ammo buni bu asrning yolg'onchiligi deb inkor qilganligini tilga olib, navbatda Rossiya Ukrainadagi rus tilli xalqning irqiy qirg'inchilikka uchraganligini, buning Ukrainaga tajovuz qilish sababi ekanligini bildirdi. Undaqda Rossiya Xitoy tarafni Ukraina zaminida irqiy qirg'inchilikning mavjud ekanligiga aloqador biror isbot bilan ta'minladimi? Agar bo'lmasa, siz bunimi asr yolg'onchiligi deb atashni o'ylashyapsiz deb so'ragan. Bu savoldan qattiq bearam bo'lgan Hua Chunying muxbirning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik degan so'zni qayta ishlatmasligi kerakligini aytgan va buning asr yolg'onchiligi ekanligini qayta takrorlagan. Hua Chunying so'zida Sharq Turkistondagi ishlar bilan Ukrainaning sharqiy rayonida yuz bergan ishlarni selishtirib olmaydiganligini, chunki o'zining Ukrainaning sharqiy rayonidagi ishlarni bilmaydiganligini, shunga oldirab hukm chiqarmaydiganligini da'vo qilgan. U yana Xitoy rejimining burunqi iboralarini takrorlab, Sharq Turkiston xalqining barliq erkinlikdan bahramand bo'lib yashayotganligi, nurg'unlagan chet ellik muxbirlarning, diplomatlarning Sharq Turkistonni ziyorat qilganligi, ularning Sharq Turkistonda taraqqiyot va tinchlikni ko'rganligi haqida bildirilgan. Hua Chunying Fransiya xabar agentligi muxbiriga yana Sharq Turkistondagi atalmish radikallikqa qarshi qo'llangan tadbirlarning Fransiya jamiyatida yo'l qo'yilgan terrorlik va radikallikqa qarshi tadbirlar bilan o'xshash ekanligi, Fransiya qatorliq davlatlarning Xitoyni izchil asossiz ayblab kelganligi haqida jar solgan. Hua Chunying tunugungi yig'inda Xitoyning Rossiya-Ukraina urushidagi maydoni to'g'riliq ko'plagan savollarga duch kelgan bo'lib, Rossiyaning Ukrainaga qo'zg'agan harbiy harakatini tajovuzchilik deb atashdan boshdan oxir o'zini qochirgan. Ukraina prezidenti o'lim yetim ahvolini e'lon qildi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiyaning davlatiga qarshi boshlagan hujumining tunji kunida 137 kishining hayotidan ayrilganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Facebookda bayonot e'lon qilib, dastlabki ma'lumotlarga asoslanganda 137 qahramonimizdan, puhrayimizdan ayrilib qoldik. Bular askar va puhra degan. Ukraina Sahiyya ministri Oleg Lyashko ilgirki bayonotlarida Rossiyaning hujumida 57 kishining hayotidan ayrilganligini va 169 kishining yaralanganligini, bu o'limlarning 4'ning Rossiya askarlarining Donetskdagi bir doktorxonani bombardimon qilishi natijasida yuz berganligini bildirgan edi. Undan boshqa Ukraina prezidentlik ishxonasi Chernobil yadro elektr stansiyasining kontrolligini qo'ldan berib qo'yganligini e'lon qilgan va buning Yevropa uchun eng chong tahdidlardan biri ekanligini ta'kidlagan. Undan boshqa Ukrainaning poytaxt Kiyevdagi Hostomel aerodromining kontrolligini qo'ldan berib qo'yganligi
Ammo uzun o'tmay Ukraina qismlarining aerodromni qaytarib olganligi qayd qilingan. Diplomatik manbalar Ukrainaning port shahri Mariupolning shiddatli bombardimon ostida ekanligini va yuzlagan portlashning yuz berganligini e'lon qilgan. Ukraina armiyasining qo'mondoni Valeriy Zalojny birinchi kundagi hujumda Rossiyaning 30 dan ortiq tankisi, taxminan 130 Bironoviki, 7 aeroplani va 6 tik ucharining pachaqlab tashlanganligining mo'ljallanayotganligini qayd qildi. Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining bir yuqori darajalik amaldori Rossiyaning 24 fevral Ukrainaga 160 dan ortiq boshqarilgan bomba atganligini va shimoldan Ukrainaga kirgan Rossiya qismlarining Kiyevga yaqinlashganligini uqtirgan. Ukraina strategik uchur aloqa markazi Kiyevni o'z ichiga olgan nurg'un shaharlarda shu yer vaqti 22 dan 6 gacha sirtqi chiqishning cheklanganligini e'lon qilgan bo'lib, bu vaqtlarda ommaviy qatnash vositalari to'xtatilgan. Ammo metro bekatlari xalqning panohlanishi uchun ochiq qo'yilgan. Ukraina Davlat Mudofaa Ministrligi Rossiya armiyasining bugun Kiyevga kirish uchun harakat boshlaydiganligini mo'ljallamoqda. Ukraina prezidenti Zelenskiy tunugungi bayonotida Ukraina urush yo'lini tanlamadi, ammo tinchlik yo'liga qaytishni taklif qiladi degan va dunyo rahbarlariga xitob qilib, bugun o'zlariga yordam qilmasa, ati urushning ularning ishkini chekadiganligidan bishorat bergan. Uyg'ur a'molar yiziqi borliqqa keldi. Xitoyning terror siyosati sababli Uyg'ur tili yiziqi ig'ir xirisqa duch kelgan bir sharoitda a'molarni normal o'qish yezish, ma'arif tarbiyasi olish imkoniyatiga ega qilish uchun Uyg'ur a'molar yiziqi borliqqa keltirildi. Uyg'ur akademiyasining organ to'rbetida e'lon qilingan bu vaqtdagi yozmadan ma'lum bo'lishicha, muhojiratda yashayotgan Uyg'ur tadqiqotchilari Harvard universiteti, Washingtondagi Amerika universiteti qatorliq o'rinlardagi mutaxassislar bilan birlikda bir yilga yaqin izlanish natijasida Uyg'ur a'molar yiziqini vujudga chiqargan. Ma'lum bo'lishicha, 2021 yilning boshlarida Harvard universiteti va Washingtondagi Amerika universitetidagi Harris Mobray qatorliq mutaxassislardan bir guruhi qurilgan. Gruppadagi xodimlar Sharq Turkistonda Uyg'ur a'molar yiziqining borliqqa kelishidagi to'sqinliklar, Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik, assimilyatsiya siyosati, Xitoyning Uyg'ur tili darsliklarini amaldan qoldirishi qatorliq ahvollarni atrofliq tekshirgan. Oxirida Haris Mobray apandining amgiki bilan Uyg'ur a'molar yiziqi vujudga chiqib, Uyg'ur xalqining bu jihatdagi muhim bir bo'shliqi to'ldirilgan. 1825-yili Fransiyalik Louis Braillening tunji a'molar yiziqini ijod qilishi bilan a'mo kishilar o'qish, yozish, aloqa qilish imkoniyatiga ega bo'lgan. A'molar yiziqi 6 chekit 64 shakldan tarkib topgan elifba bo'lib, mushu asosda har qaysi tillarning a'molar yiziqi orqa-orqadan borliqqa kelgan. Angliya Hong Kongliklarga viza berish planini kengaytdi. Xitoy rejimining Hong Kongdagi bostirish harakati davomli kuchayayotgan bir vaziyatda Angliya hukumatı Hong Kongliklarga davlatlik viza berish planini kengaytgan bo'lib, qattiq bearam bo'lgan Xitoy buningga norozilik bildirdi. Reuters agentligining bugungi xabarida bildirilishicha, Angliya hukumatı Hong Kong xalqiga chet eldagi Angliya fuqarosi BNO vizasi berish planini kengaytirganligini jakarlagan bo'lib, Xitoy Tashqi ishlar ministrligining Hong Kongda turishliq ishxonasi buningga qat'iy qarshi turadiganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, 18 yoshga to'shgan yoki 1997-yildan keyin tug'ilgan ota-onasining biri Angliyaning chet eldagi fuqarosi salohiyatiga ega bo'lgan Hong Kongliklar bevosita vizaga iltimos qilsa bo'ladi ekan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining Hong Kongda turishliq ishxona bayonotchisi Angliyaning mazkur qaroriga norozilik bildirib, Angliya hukumatining Xitoyning ichki ishlariga va Hong Kong masalasiga aralashganligini, xalqaro qonun va xalqaro munosabatning asosiy qoidalariga xiloflik qilganligini da'vo qilgan. Xitoyning bayonotida Angliya taraf Xitoy-Angliya birlashma xitobnomasi va Xitoy bilan Angliya o'rtasidagi o'zaro almashtirish eslatmasining aloqador qoidalariga ochiq-oshkora xiloflik qilib, Xitoyning qarshi turish tadbirlariga pisand qilmadi. Hong Kong davlat bexatarlik qonunini bahona qilib, Hong Kong xalqiga chet ellik Angliya fuqarosi viza berish planini yo'lga qo'yib, ochiq-oshkora Xitoyga va Hong Kongga qarshi unsurlarga panohlik berdi degan va Hong Kongning ichki ishlariga aralashishni to'xtatishni talab qilgan. Angliya 2020-yil 6-oyda Xitoyning Hong Kongda davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yganligi sababli Xitoyni Xitoy-Angliya birlashma xitobnomasiga xiloflik qildi deb ayblagan. Shu sababli bultur 1-oyda Hong Kong fuqarolari ichida BNO salohiyatiga ega bo'lganlarga yangi viza berish tadbirini yo'lga qo'ygan bo'lib, chet ellik Angliya fuqarosi pasporti elishga layoqatli bo'lgan kishilar va ularning oila tabiatlarining bu salohiyatga ega bo'ladiganligini e'lon qilgan.
Angliya Ichki ishlar vazoratining sonliq ma'lumotlariga asoslanganda, mazkur siyosat yo'li qo'yilgandan buyon bultur 9-oyning oxirigacha 89 mingga yaqin kishi BNO vizasiga iltimos qilgan. Buning ichida taxminan 76 ming kishining iltimosi tasdiqlangan. Angliya hukumatı yangi yo'l qo'ygan viza planini kengaytirish tadbirlari bu yil oktyabr oyida rasmiy ijro qilindi ekan. Yevropada gaz bahosi zo'r darajada o'sdi. Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumi sababidan Yevropada 3-oylik to'xtamda tabiiy gaz bahosi 50% dan ko'proq o'sdi. Türkiye Ovozi Radiosu'nun xabarida bildirilishicha, 3-oylik qarallik mal to'xtamining bahosi Gollandiyadagi mavhum tabiiy gaz savdo nuqtasi TTF setilayotgan 3-oylik to'xtamining bahosi 23 fevral har megawatt soat 88 yevro bilan taqilgan bo'lib, 24 fevralda 135 yevroga o'rlagan. Yevropa ittifoqi davlatlarining tabiiy gaz ehtiyojining 40%ni Rossiya ta'minlaydigan bo'lib, Rossiyaning Ukraina hujumi va Yevropaning tabiiy gaz ta'minotiga bo'lgan andishining kuchayishi sababidan gaz bahosi o'rlamoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishgacha sizlarni Janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala.